Alyo. Fazliddin aka, dadam meni sidaqa yalang'oyoq mashinasi yo'q bo'laga umuman erga bermas ekanlar. Mashinasi bor, boy, yaxshi bola ekan. Xayr, siz bilan oramiz ochiq. Kambag'al deb mensimadi sevganim. Odamlarga lol qolaman onajon. Tinchlikmi uka? Haldan beri tug'ilmayotgan tovuqqa o'xshab deb o'ntayapsan. Nima bo'lyapti? Derazadan qarab turibman. Tinchlikmi? Tinchlik emasdi. Ha? Sevgan qizimning dadasi puli yo'q. Mashina deb yalangoyoqqa qizim bermayman debdi-da. Ama yalangoyoqliging to'g'ri topib tomon ekan. Uka mana. Sen kiyib yurdi, bundasan. Sikilma, buni yechimi bor. Nima yechimi? Buni yechimi xavfsiz haydovchi. Xavfsiz haydovchi? Nima u? Mayaqqa yur. Mana o'zimiz Andijondan Sadgurani chorrag'asida xavfsiz haydovchi degan avtomaktab bor. Mana shu hozir 200 o'quvchi olyapti, pravaga o'qitgani. Shularda o'rtasida men 12 avtomobilni qo'ygan mana. Menga qarab turgin, gapiryapman senga. Men qarab turgin. Tushunyapsanmi? Ben mashinaga kelgandan keyin sen chiroyli o'rganasan, ham pravali bo'lasan, ham mashinali bo'lasan. Menga qarab tur. Ha, 6 million to'lab pravo olgan pulim yo'q, pul olsa uylanardim. Ama senga o'xshaganlarda o'ynagan holda bular narxini 3,5 million so'm qilib qo'yibdi. Uni ham 1 million 700 ming so'mini boshlanishiga to'laysan ekan, qolganini o'qish jarayonini to'lab ketaverasan ekan. Menga qarab turmaydi gapirayotganimni, tushunyapsanmi? To'g'ri aka. Buni mashinada turgizib minmasa kerak, bir avtodrom bormi, ammo probkada yuramizmi? Avtodrom bor, yur ketdik. Mana shu yerda mana vajdanalari bo'ladi, o'zimiz Andijonda Bo'stonda, uka. Haligi avtopromi shu ekanda. Avtodrom, uka. Avtodrom deyiladi, uka. Avtodrom. Keyin yana bularning ham zo'r tarafi mana o'g'il bolalarga erkaklar dars o'tadi, tushunyapsanmi? Ayollarga ayollar dars o'tadi. Mana taraflari vaqti dahshat. Undan tashqari uni chekka olganingdan keyin, chekka sinfda nomer ham yozasan-ku. 200 o'quvchi olinadi, 200 tasini o'rtasida o'sha 12 topshiriladi deyilyapti-yu. Nasib bo'lsa konsertga aynan mana shu yerda bo'lib o'tadi. Bu yerga endi hali benom keladimi? Benom kelib bo'lsa, balki sevgan qizimga nega las so'rayga bo'lasanmi? Shu narsalar hammasi topshiriladi. 12 dan tashqari iPhone o'ynaladi. Bu yerda yana bitta texnika bitta olsang bo'ladi. Tushunyapsanmi?